Dada, dada. Labbay toy bola. Dudlangan tovuq ham bo'ladimi? Albatta bor. Bo'lmasa pishirib bering. Akalarlar mazza qilib yeylik. Xo'p bo'ladi o'g'lim, ozgina sabr qiling. Tezlashtiring, vaqtim yo'q. Demak, mazali tovuq oyog'ini dudlash uchun qaynab turgan suvga tuz va lavrov bargi solamiz. Tozalangan tovuqning son qismini suvga solib 5 daqiqa davomida qaynatib olamiz. 5 daqiqadan keyin tovuq go'shtini salfetka yoki doka ustiga olib suvlarini yaxshilab quritamiz. Keyin esa biror bir temir idish ichiga mevali daraxtni qirindilarini solamiz va ustidan ozroq suv sepamiz. Keyingi jarayonda daraxt qirindilarini yoqamiz. Agar sizda bunaqa idish bo'lmasa, manqasqondan foydalanishingiz ham mumkin. Olov yongandan keyin idish ichiga setkali idish qo'yamiz va ustidan tovuqning oyoqlarini joylashtiramiz. Keyin esa idish qopqog'ini yopib, roppa-rosa 2 soat davomida qoldiramiz. 2 soatdan keyin esa mazali dudlangan tovuq oyoqchalari tayyor. Endi uni bemalol oila a'zolaringiz bilan iste'mol qilishingiz mumkin. Rostdan zo'r chiqibdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.